Assalomu alaykum. Bizga mana yangi o'quvchi kelganlar. Mana bugun uzuvlar qilibdilar. Ancha o'rganib qoldingizmi? Mana ikkita uzuv qilibdilar bugun. Hop, mana tayyor bo'ldi. Ikkita uzuvlar ham bir xilda. Chiroyli chiqdi. Endi buni kimga berasiz? Onamga beraman. Mehribonim ona. Endi buni ko'zini qo'ysa bo'ldi. Xudo xolasa qo'yamiz ko'zini ham. Ko'zini ham qo'yib bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilasizlar.